Bu telefonda monitoriga sig'mayapti bu mol. Assalomu alaykum Oybeguz YouTube kanalini ashaddiy obunachilari, chorvador aka-ukalar. Bir narsani ko'rganingizda insonda nazari bor, mashalloh deb qo'ying, ko'z tegmasligi uchun. Shunaqangi ideal dehqon akamiz buqani boqqanlar, otalariga ming rahmat. Molni shunaqangi qarashganki, uncha-munchasini aka qo'lidan kelmaydi bu darajaga keltirish. Ideal ko'rim, silos somon yeb, shu darajaga kelgan Aberden Angus buqamiz sotuvga chiqdi va nihoyat. Aka, hafta kuniga 6-avgust Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'idan aka. Xudo xolasa qiziqqan qassob akalarimiz bo'ladimi yoki bir oshxonaga so'yadigan aka-ukalarimiz bo'ladimi? Aka, barchalariga tavsiya berilaveradi. Hop, 2 kurak ekan, endi 2 kurak. Molni eng qiziq joyi aka, tonnadan ziyod variantda. Tonnadan oshgan. Kelganiga Dilshod aka qancha bo'ldi? Kelganiga 1 yildan o'tdi. 1 yildan o'tdi. Faqat ideal ko'rim silos somon yeb katta bo'lgan. Voy jonivordi bor aka. Tepasiga kelgan inson havas nazari bilan mendaga qarab o'ylanadi. Ey xudo, meni ham shu xonadonimda 40 ta, 30 ta shunaqa mol bo'lsa edi deydi, yaxshi niyat o'tkazadi. Lekin aka, xudo xolasa akam yaxshilikka sotyaptilar. Mana endi mevasini, haligi natijasini oladigan payt keldi-da. Xudo xolasa aka, qiziqqan aka-ukalarimiz bo'lsa, ekran qarshisida nomer qoldiramiz. Bemalol akamga aloqaga chiqaverasiz. Xo'p, Instagramga ham qo'ydik, YouTube'ga ham qo'ydik. Mana qayerdan kuzatayotgan Toshkentlik akalarmi, qayer bo'lsa muammosi yo'q, kelishiladi. Mana shu yirik mahnaqa buqa qidirib yurgan. Men zo'ridan doim aka iste'mol qilganman, men zo'rini sotganman, men zo'rini ishlatganman degan aka-ukalar uchun bemalol tavsiyani berib qolamiz. Bu hali hamon yeb ichishda davom etyapti aka. Sihat salomatligi 100% ideal. Hech qanaqa gormon ta'sirida katta bo'lmagan, o'sha aytib sanab o'tilgan narsalarimizni yegan variantdagi buqalar aka. Ko'ring. Haligida molni boqib foyda qilishdi, akam eplabdi. Gap yo'q. Tonna ziyod keladi, 1 tonnadan 100% oshiq variantda. Havas nazari bilan bitta like bosib, obuna bo'lmagan aka-ukalar obuna bo'lib qo'yasiz. Narx navosi eng qiziq joyi. Aka, xohlang tiriklayin veska, xohlang har qanaqasiga kelishiladi. Quyidagi raqamga aloqaga chiqsangiz, tirik veska 80 ming so'm narx qo'yilyapti. Bu dehqoncha narx. Dehqondan qana savdo qilishni bilasiz. Mana shu molni misol uchun dehqon 100 million so'rayotgan bo'lsa, 80 million beray deysiz. 20 million orqaga so'raysiz. Savdogar olgan puli bo'lsa, misol uchun deylik molni 75 millionga olgan bo'lsa, 76 million bering deydi. Ana shunday narsa akalar. Xudo xolasa dehqondan dehqonchasiga bemalol ko'rib savdo qilaverasiz. Bitta like sizdan aka, chiroyli obzor bizdan bo'ldi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.